Shaharga yaqin lokatsiyadan arzonroq uy-joy qidirib yurganlarga zo'r variant chiqyapti ukalar. Zangiota tumani Nazarbek Repro mahalliga kelganmizda, Tarnovdan 1,5 kilometr mahallaga kirganimizda $48,000 ga 6 sotuli xonadon sotilyapti. Oldimizda turgan mana shu 6 sotuli xonadonni sotuvga qo'yishgan. Yashab turgan 4 ta xonasi bor ekan. Svet suvida muammo yo'q, gaz turbalarini tortib ketdi deyapti. Faqat xudo xolsa endi beramiz deb ketishibdi. Hujjatlari hammasi joyida, notariusga tayyor. $48,000 startiviy narxi. Kirib ichkarini ham ko'ramiz. Men shahar atrofida bo'lsa, bir tovuq qo'yib qo'yilib boqib foydalanardim. Arzonroq joy bo'lsa degan okalarga zo'r variant ekan. Mana qaranglar, yashab turadigan uylari bor, to'rxona. Bu tarafda mana katta mana shunaqa bo'sh joylari bor. Огородni ko'ringlar. Razmer keladigan bo'lsa, oldi fasad razmeri 15 metr, ichkarigi 40 metr razmerda ekan. Konkretniy bu tarafda mana vodoprovod suvi, bir xil kachalkani so'raydi. Yo'q, kachalka emas, vodoprovod suvi kelgan ekan turbadan. Svet bor. Yana narxini kelishadigan joyi bor ekan. O'zingizlar egalari bilan to'g'ri savdolashsanglar, yana kelishtirib olsanglar bo'ladi. Shahar atrofida mana shunaqa arzonroq joy qidirganlar bo'lsa, tarqatib qo'yinglar. Narxini yana o'zingizlar to'g'ri egasi bilan savdolashsanglar bo'ladi. Videoning tagida raqamlar bo'ladi. Batafsil ma'lumot olish uchun bemalol bog'lanishingiz mumkin.